Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz farzandlarimiz yoki o'zlarimiz uchun qaysi mahsulotlarni iste'mol qilsak tishlarimiz uchun foydaliroq, tishlarimiz mustahkamroq bo'ladi. Shu haqida sizlarga informatsiya, ma'lumot berishga harakat qilaman. Tabiiyki, birinchi o'rinda bu sut va sut mahsulotlari turadi. Tabiiy bu sutlarni vaqtida iste'mol qilish, sut mahsulotlarini iste'mol qilish organizmdagi o'sha moddalarni, minerallarni, foydali minerallarni ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu orqali tishlarimiz va tishni atrofidagi suyak to'qimalarimizni mustahkamligi oshadi. Ularga nimalarni misol tariqasida aytishimiz mumkin? Sutni o'zi, sut mahsulotlaridan tayyorlanadigan qaymoq, kefir, tvorog mahsulotlarini agar ko'proq iste'mol qiladigan bo'lsak, mana shu narsalar suyaklardagi baquvvatlikni, suyaklardagi kalsiylarning miqdorini ko'payishiga va tishlardagi baquvvatlikni keltirib chiqaradi. Shu sababdan bu mahsulotlarni iste'mol qilish juda ham ko'p tavsiya etiladi. Keyingi mahsulotimiz bu baliq mahsuloti. Baliq mahsulotida tabiiyki unda minerallar, bizga kerak bo'lgan fosfor mahsulotlari juda ham ko'p uchraydi. Shu sababdan baliq iste'mol qilganimizda ham baliqlarni tarkibidagi elementlarimiz bizning suyaklarimizni, tishlarimizni holatini yaxshilashga sabab bo'ladi. Keyingi mahsulotimiz bu o'sha ko'pincha xalq tilida xolodez deb ataladi. Mana shu tuyoq mahsulotlari, kallapocha mahsulotlari tarkibidagi kollagenlarning ko'pligi suyaklarning baquvvatligiga, tishlarning atrofidagi suyaklarning baquvvatligiga yordam beradi va tabiiyki tishlarning yaxshi rivojlanishiga, tishlarning baquvvat bo'lishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari bizda yana ovqatlanish ratsionida doimiy qattiq mahsulotlar bo'lishi shart. Ayniqsa bolalarda ularning rivojlanishi, jag' suyaklarining o'sishiga mana shu narsa juda ham katta turtki beradi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, oldinlari juda ham ko'p suyaklarda chandirlar, shunaqa mahsulotlarni bizga ko'p berishardi. Biz harakat qilib uni yeyishga harakat qilardik. Mana shu mahsulotlarni ko'proq yeyish kerak. Mana shu uni oddiygina chaynash kifoya emas. Unga yaxshigina mehnat qilish kerak, yaxshigina energiya talab qilinar edi. Ko'p ota-onalari kelganda aytishadi bizga. Biz bilmagan ekanmiz shunaqa narsalar borligini ham. Biz yuravergan ekanmiz. O'zi tishimiz ham tekis bo'lib ketgan, o'zi tushib, o'zi chiqqan, stomatologga bormaganimiz ham deb aytishadi. Hozirgi zamondagi yoshlarda hammasida jag'larida, tishlarida muammolar juda ham ko'p. Buni asosiy sabablaridan biri ovqatlanish ratsionimizda qattiq narsalarning yo'qligi, yarim tayyor mahsulotlar, hamma narsa fast food, yumshoq narsalar. Mana shu qanchalik biz ovqatlanadigan narsamiz yumshoq bo'lib boraversa, bolalarimizni endi o'sayotgan yoshlarni jag'lari, tishlarini o'sishi, suyaklarini o'sishiga bu narsa ta'sir ko'rsatadi va tishlarni hammasini tekis ravon bo'lib chiqishi imkoniyati cheklanadi. Shuning uchun bolalarni ovqatlanish ratsionida doim qattiq narsalar, agar imkoni bo'lsa, oddiy nonni o'rniga biz doim uyda imkoniyatimiz bor, nonni suxariklar qilish oqibatida uni holatini qattiqlashtirishimiz mumkin. Mana shu suxariklar yordamida ovqatni tanovul qilishsa, undan ham yaxshi, chunki qotgan non uni jag'ini rivojlanishi uchun, o'sishi uchun katta yordam beradi. Va undan tashqari bizda qattiq narsalardan yong'oq mahsulotlarini, bodom mahsulotlarini iste'mol qilish ham mumkin. Hamma narsani o'zining chegarasi, me'yori bor albatta. Me'yor tariqasida o'sha narsalardan foydalangan holda ularni jag'larini, rivojlanishini norma holatiga olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir yana shunga o'xshash savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, javob berishga harakat qilamiz.